O'zbek jadid adabiyoti tarixini G'ulom Zafariy ijodisiz tasavvur etish qiyin. Zero o'zbek adabiyotida musiqali drama janri va bolalar dramaturgiyasining vujudga kelishi bevosita uning nomi bilan bog'liq. Adib o'z asarlari bilan o'tgan asrning 20-30-yillari ma'naviy-ijtimoiy hayotida sezilarli iz qoldirdi. G'ulom Zafariy shoir, dramaturg, aktyor, rejissor, bastakor, teatrshunos, musiqashunos, folklorchi, olim ham bo'lgan. Mazkur risolada G'ulom Zafariy ijodining ayni jihatlariga e'tibor berildi. Adib hayoti. G'ulom Zafariy 1889-yilda Toshkentning Kattabog' mahallasida dunyoga keldi. Uning otasi Muzaffar Miskar hunarmand kishi bo'lib, hazil mutoyibaga moyil, san'atsevar kishi edi. Onasi Fayzinisa otin, ma'lumotli, gapga chechan ayol bo'lib, ko'pgina xalq dostonlari va ertaklarini yoddan bilar. Ayniqsa, asli qo'qonlik bo'lganligi uchun Qo'qon xonligi tarixiga oid ko'pdan ko'p ma'lumotlarni o'z xotirasida saqlar edi. Bilimdon, shoirona, ruhli, muloyim va shirin so'z Fayzinisa otin bu ma'lumotlarni muntazam ravishda yosh G'ulomga hikoya qilib berar edi. Zehni o'tkir bola onasining bu hikoyalarini maroq bilan tinglar va o'z hofizasiga singdirib olardi. Uning qalbida vatanga, xalqiga, uning boy tarixi va madaniyatiga muhabbat tuyg'ulari ilk bora onasining hikoyalari orqali jo bo'lgan bo'lsa ajab emas.